Hammaga salom. Dillis Usmonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz qanday qilib yangi bot akkauntni kuchli akkaunt qilishni o'rganamiz va o'yinchilarni qanday qilib to'g'ri va yaxshi holatda full qilishni birgalikda o'rganamiz. Hop, biz yangi akkaunt ochganimizdan keyin bizga tabiiyki bitta o'yinchi beradi. Menga Polish olingan. Keyin 2-3 o'yin o'ynagandan keyin o'zi yana bitta sariq playerga yetadigan pul va olmoslar beradi. Va hozir bilasizlar, dinamik starslar kelgan. Ularni olish uchun xohlasanglar sezon pass olib qo'ysanglar ancha mana ko'rib turganinglarda bemalol 5-6 ta dinamik stars olasizlar. Hop, unda ko'p kuttirmasdan. Hop, shu agar tezroq tushirmoqchi bo'lsanglar, bir haftani ichida bemalol qilmoqchi bo'lsanglar, sezon pass olganinglar yaxshi. Keyin faqat o'yinchilar to'g'ri kuchaytirmoqchi bo'lsanglar, birdaniga 11 ta 10 ta sariq playerli o'yinchilar olmaylar. Hop, bularni sotib olamiz. Fitness kuchaytirgichlarga almashamiz o'yinchilarni. Nimaga birdaniga 10 ta sariq player olmaylar? Sababi Haaland yoki mana masalan Lorentini texnikasiga ham, fitnessiga ham bersa bo'ladi. 11 ta o'yinchi olganinglardan keyin o'zingizlar xohlagandaqa kuchaytira olmay qolasizlar o'yinchilaringni. Shuning uchun boshida 2-3 ta o'yinchilarni olib, o'shalarni full qilgandan keyin yana 3-4 ta kerakli o'yinchilarni olsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, biz unda o'yinchilarni hozir kuchaytirishni boshlaymiz. Bizga keraksiz hozir kim bor? Sariq agentdan Lorentini sotib olib turamiz. Fitness kuchaytirgichga. Video boshlanishida aytib qo'yay, like, obuna esdan chiqmasin. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Soboslaydi, Haalandni Polishni kuchaytiramiz bugungi videoda. Iloji boricha Haalanddan 6 ta 100, Soboslaydan 4 ta 100, fitnessiga Polishdan ham 4 ta 100 qilishga harakat qilamiz. Unda boshladik. Hop, birinchi 3 talik fitness berishni boshlaymiz. Hop. Yaxshi, faqat Polishni stri darajasiga tushib qoldi. Haaland yaxshi ketmoqda. Boshida 3 talik beramiz, keyin o'zi 3 talik, 2 talik beradigan vaziyatlar o'tib ketgandan keyin faqat bittalik bilan davom etamiz. Hop, Polishni muxlislari bo'lsa, kommentariy yozib ketinglar, o'yinini bilsanglar. Hozir qaysi komandada, o'zi umuman qaysi komandalarda o'ynagan Polish. Shu Polishni stri darajasiga kamroq tushsa bizga yaxshi bo'lardi. Hop, yana bitta 3 talik beramiz. Va Haalanddan o'zi bitta 99 deyarli chiqdi. 99 emas, 98. Hop, Soboslay 88 bo'ldi. Hop, fitness 3 talik berish hozircha menimcha xato. Bittalik berib ko'ramiz endi. Yaxshi, Polish tezlanishiga. Endi 2 talik beramiz. Haaland 99. O'zi 3 talik berishimiz hozir sal to'g'ri kelmaydi. 2 talik bilan davom etib turamiz. Yaxshi, bu stri darajasiga tushmadi Polishni. Hop, bittalik berib Haalandni tezligini 100 qilib olishimiz kerak. Tezlanishiga tushdi. Yomon emas. O'zi Polishdan ham bitta 100 bor. Haaland stri darajasiga tushmoqda. Haaland o'zi xato bo'lib qoladi hozir agar 3 talik bersa, chunki mana ko'rdinglar 1 plyusdan bo'ldi. 2 ta 100 Haalandda. Dalcha endi bittalik bilan davom etib turamiz. Bonus development foydasi bo'lmadi, baribir 1 plyus berdi. Hop, yana 3 talik berib ko'ramizmi? Soboslaydi Haaland. Mayli, yana 3 talik berib ko'raveramiz. Fitness 3 talik. Hop. Haalandga to'rdan berib yuborsa yaxshi edi, lekin bermadi. Soboslaydan ham yana bitta 100 chiqdi. Hop, endi bittalik davom etamiz sekin-asta. Soboslayda ham o'zingizlar bilasizlar, hozir Valverde ikkalasi
dunyoda eng kuchli yarim himoyachilardan, universal yarim himoyachilardan. Qanot himoyasida ham, hujumda ham birdek yaxshi o'ynay oladi ikkalasi ham. Kimni fanatlari ko'proq? Sizlarga kim ko'proq yoqadi? Szoboszlay yoki Valverde? Shaxsan menga Realda o'ynagani uchun Valverde yoqadi. Madridchilar bormi? Kommentariyaga yozib ketinglar albatta. Hop, yana ozgina qolmoqda o'zi. Va Haaland deyarli 400 yoz qoldi. Nimaga bittalik bilan tushirganinglar yaxshiroq? Chunki o'yinchilar 99 bo'lib qolganda 2+, 3+ tushirgich bo'lib ketsa, u zararga ishlaydi. 99 bo'lgandan keyin to'g'ri, +3 bo'lsa 100% deysizlar, lekin unaqa bo'lmaydi. Tezroq full bo'lishiga olib kelib qo'yadi bu o'yinchini. 99, 98 qolganda iloji boricha bittalik yoki ikkitalik tushirgich berganinglar yaxshiroq. Hop, o'zi bizda 200 pulishda ham hozircha yomon emas, yaxshi ketmoqda. Hop. Haalandga 2-6 kerak. Szoboszlayga 9. Pulishich staminasini 100 qo'ysa yaxshi bo'lardi. Hop. Davom etamiz bittalik tushirishlarni berishni. Szoboszlaydan iloji boricha 400 harakat qilib ko'rardim-u, lekin Pulish ham S darajasi o'zi 80 bo'lib qoldi. Ko'ramiz, vaziyatga qarab ish tutaman albatta. Hop, endi tezlanishini 100 qo'yib olib Szoboszlayni ikkitalik tushirgich berib ko'raman. Yana stiraga Pulishich o'zi hozir 82 lik kartasi yo'q uni, 81 ga tushib qolgan. Yaxshi, men endi ikkitalik tushirgich beraman. Haalandga tushadimi farqi yo'q. Pulishdan ham menimcha endi 400 qilishga harakat qilamiz yoki vaziyatga qarab tutamiz. Hop, dalcha yana bittalik bera olamiz. Stira darajasi. Ko'ramiz, agar Pulishdan ham 400 chiqsa yomon emas, sababi texnikasi o'z zarbalari yaxshi, joyida. Haalanddan 600 maqsadimiz. Haalandni bilasizlar, karyerasida qaysi jamoalarda o'ynagan? Albatta kommentariyaga yozib ketsanglar, javob qaytaraman va belgilab qo'yaman o'zim ham. Albatta to'g'ri bo'lsa. Hop, Haaland 400 o'zi. 300 Szoboszlay. Hop. Dalch fitness berib turamiz, qani nima bo'lar ekan. Oxirigacha kuzatamiz. Hop, akkauntinglarni shunaqa qilib full qilsanglar, mana o'zingizlar xohlaganda qanday full qilasizlar. Bu asosan endi yangi boshlaganlarga yoki oldin boshlab unaqangi ko'p o'ynamaganlarga bu maslahat va life hack. Hop, bizga yana 5 ta kerak. Stira darajasiga tushmasa 400 chiqarib bo'lmaydi, to'g'risi Pulishdan. Staminasiga tushsa yaxshi. Yana 3 ta. Hop, Szoboszlay 90 qilib nimaga o'tish kerak? Texnikasiga. Hop, Pulishich. Yana fitness beramiz. Yana fitness. Szoboszlay o'ylaganimizni qangi hozircha. Shu Pulishichdan ham 100 bo'lib qolsa to'g'risi o'tib ketardik. Va Szoboszlayga yana tushyapti. Bunaqasi nima qilamiz? Albatta bironta arzon o'yinchi topib sotib fitnessga berish kerak. Hozir ikkitalik tushirgich bersam Szoboszlay dalcha 400 qilishga to'g'ri kelib qoladi. Bu menga to'g'risi kerak emas. Yoki Pulishni sotib olishim kerak, keyin qaytib olish uchun. Hop, ko'raman aka. Mana shu hozir ikkita beradigan tushirgichimiz Pulishga tushsa yaxshi. Staminasiga tushib 100 bo'lib qolsa texnikaga o'taveramiz. Yo'q, yana
Hop, juda ham qiyin vaziyatdamiz. Soboslay o'zi 93 bo'lib qoldi. Deyarli full holatda. Full ish esa bizga bitta 100 kerak. Full ishga tushadimi yo'qmi, shuni bilmadim endi. Davay, stamina yaxshi. Soboslay taklingini 80 qilib olsa, chunki 100 bo'lmaydi S darajasi. Bu aniq. Shuning uchun endi texnikaga o'tamiz. Texnikadan ikkitalidan boshlaymiz. Holland zarbasi va kontrolni 100 qilishga harakat qilaman. Hop, Soboslay taklingga tushdi, kontrolga tushdi. Agar bug bo'lmasa, bironta bug usuli bilan o'xshab qolmasa, qiyin Soboslaydan taklingini 80 qilish. Holland juda ham yaxshi ketmoqda. Zarbasini 100 bo'ldi, chunki mana ko'rdinglarmi? Hollandni aqlli holatda full qildik. Hop. Polishni o'zi zarbalari, kontrollar hammasi yaxshi. 3/100. Soboslaydan ham 3/100 va taklingi 80 bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Hop, ikkitalik kuchsizlik berib ko'raman. Va Soboslayda taklingi tushmadi. Aksincha Polishni taklinga tushib o'tiribdi. Yana ko'rdinglar, o'zgarish bo'lmadi. Menga o'zi Soboslayda 90 bo'lgan chiroyliroq turardi. Mana shu ikkisi taklinga tushganda 80 bo'lib, chiroyli holatda full bo'lgan bo'lar. Lekin hozirgi holati ham yomon emas. Juda ham zo'r. Hop, Polish qanday full bo'lar ekan? Zarbasiga tushgan yaxshiroq. Bizga mana ko'rishinglar mumkin. Polish ham yaxshi holatda full bo'ldi. Hammasi yaxshi. Holland endi 93, endi 93. Bemalol 600 chiqarsak bo'ladi Hollanddan ham. Faqat unga texnikamiz yetadimi yo'qmi? U zo'r. 14 dagi hammasi kontrolga tushib bersa, mo'jiza yuz berib, nimadirdan umid qilsak bo'ladi. Yaxshi. Va takling kerak emasdi Hollandga. Pasiga tushyapti ana. Qiynashni boshladi dilasa. Hop, 91 yomon emas. 92. Juda ham yaxshi. Iloji bormikin Hollanddan? Lekin o'zi 95 reyting bo'lib qoldi. Kontrolli esa 93. Agar hammasi o'sha tushsa 100 qilib full qilsa bo'ladi kontrolni. Agar pastga yana bir ikkita tushdi o'zi bo'ldi. Deyarli shans qolmadi degani bu. Pastga yana 2. Past ham 90 bo'lib qoldi. Taklingga tushdi yana ko'rishinglar mumkin. Hollanddan ham 500 chiqardik. O'yinchilarimiz yaxshi kuchaydi. Sizlarga yana akkauntlarni to'g'ri full qilish, shunga o'xshash videolar qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyga fikrlarni yozib qoldiringlar. O'yinchilar qanaqa holatda kuchaydi? Yaxshi yoki yomon yoki juda ham zo'r? Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.